Ushbu sizlarga aytib beradigan voqeam 2-maktabda o'qib yurgan paytlarimda sodir bo'lgan. 7-sinfda boshqa maktabga o'tgan edim. O'shandan beri meni maktabdagi bolalar masxara qilar edi. Hattoki avtobusdagi bolalar ham meni tinch qo'yishmas edi. Mening har kunim bir xil o'tar edi. Avtobusga chiqish, masxara bo'lish, maktabga borish, masxara bo'lish, yana qaytib avtobusga chiqish, yana masxara bo'lish, yana uyga qaytish. Bir kuni avtobusga chiqqanimda onamning arzimagan narsa uchun meni koyiganligi asabimni buzdi. Har doimgi joyim chap tomondagi oxirgi o'rindiqdan bitta oldindagi o'rindiqqa o'tirdim. Boshimni o'rindiqqa qo'yib, biroz uxlab olishga qaror qildim. Birozdan so'ng bolalar sochimni tortib, meni turtishni boshladi. Har kungi holat edi, ammo bu safar juda ham g'azablantirdi. Men to'satdan ularni odatdagidan ko'ra qattiqroq itarib yubordim. "Bas qillaring! Maxluq qiz, hammamizga yaxshilik qilib, undan ko'ra o'lib qo'ya qol", deb baqirdi. Meni hayron qoldirgan narsa, bu haqida avtobusdagi o'qituvchi hech narsa demadi. Bir nechta qizlar o'rnidan turib aytdiki, "Sen hech qachon bizga qo'shila olmaysan, umringning oxirigacha yolg'izlikda o'lib ketasan", deyishdi. O'sha kungi barcha qo'pol muomalalar boshqa kunlarga qaraganda juda ham qattiq ta'sir qildi. Titray boshladim va qo'llarim qaltiray boshladi. Hayajonlandim, ammo yaxshi ma'noda emas. Bolalar kulishib, bu mening g'alatiligimdan deb o'ylashdi. Keyin birdan hushimni yo'qotdim. O'rnimdan turganimda hamma meni o'rab turish o'rniga joylarida o'tirishardi va biroz sarosimaga tushgandek ko'rinishardi. Orqamga qarash uchun o'rnimdan turganimda avvalroq sochimni tortgan bola seskanib ketdi. Men juda hayron edim. Ularga biror narsa qildimmi? Kunning qolgan qismi juda tez o'tdi. Uyga ketish vaqti bo'ldi. Avtobusga chiqib odatdagi joyimga o'tirdim. Hech kim gapirmadi, hatto hech kim ham kulmadi. Odatda avtobusdan eng oxirgi bo'lib tushardim. Hamma bolalar tushib bo'lgach, oldinda o'tirgan boladan ertalab nima bo'lganini so'radim. U aytdiki, ko'zlarim qizarganini, jinnilarcha kulganimni, bolalardan biriniki kulganimni so'radi. Bir narsa demoqchi bo'lganida, bo'ynidan mahkam bo'g'ib ushladim-da, qulog'iga shivirladim. "Meni jahldor qilyapsan. Agar meni yanada g'azablantirsang, bo'yningni kesib, jasadingni hech kim topolmaydigan joyga yashiraman. Tushundingmi? Agar yana g'azablantirsang, meni esla, tezda meni ko'rasan." Bularning barchasi uni bo'g'ayotganimda sodir bo'ldi. Keyin meni kimdir itarib yubordi va hushimni yo'qotdim. Hamma hayron qoldi. Odatda men juda ham zaif va ehtiyotkor edim. O'shandan beri bunday g'azablanmaganman. O'sha kuni ertalab nima bo'lganini aniqini bilmayman. Lekin taxminimcha mening ichimga iblis kirib olgan, o'zini shu tariqa namoyon etgan. Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang.